Assalomu alaykum, Vodiy House va Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz 2025-yil 21-mart sanasida Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'z Navbahor 25-uyda turibmiz, ya'ni o'zimning uyimda. Sizlar bilan kanalda meni Muhammad Ayub intervyu beryapman. Xudo xolisa qo'limizdan kelgancha Andijon qora jo'jalarini 22 kunlik qildik, dori vaksinalarni ichirdik. Hech qanaqa gambura, pambura hech narsasi muammosi qolmadi. Olasiz, boqasiz, donini suvini bersiz bo'ldi. Tayyor holatda Andijon qora jo'jalarimiz 22 kunlikni sotuvga e'lon qilamiz. Bemalol aloqa etsanglar bo'ladi. Shu holatda bugungi kunda narxi 25 ming so'm, sababi 1 kunlik jo'jalarimiz narxlari 5,5 ming edi. Bilasizlar, buni olganda 5,5 mingni olganman. Amakimizda inkubator borligi uchun hozirgi данный moment kunida bugun chiqqan jo'jamiz 6,5 ming so'mdan chiqdi. Xo'p, 6,5 mingdan 1 kunlik jo'ja olgandan keyin o'ylab qo'yinglar endi. Bu 22 kunlik tayyor holatda sotuvga chiqayotgan Andijon qora jo'jalari. Kunini aldamaymiz, chunki 28-fevral kuni kelgan. O'zingizlar ham bilasizlar. Videoni kunda chiqarib boramiz, aldashni imkoniyati ham yo'q, uni keragi ham yo'q bizga. Kimga tayyor joydan kerak bo'lsa tavsiya beraman. Andijon qora jo'jalarini men o'zim boqqan jo'jalarimni tavsiya beraman. 22 kunlik bo'ldi. Bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Narxlari 25 ming so'mdan 1 oylik qilib baxt bersak 35 ming so'mgacha boradi endi. Sababi ko'rib turibsizlar, holati idealni katta bo'lgan, zo'r. Mana suvlarini, bankalarini ham ko'rib turibsizlar, yaltirlab chotga turibdi mana. Riyat qilib qo'yib qo'yganmiz, ko'ryapsizlar mana. 3 qator yem idish, 2 qator, 3 qator suv idish qilib qo'yganmiz. Bir quyganda 160 litr suv qo'yamiz. Bir don solganda hop где-то 70 kiloni atrofida, 70-80 kiloni atrofida don solamiz. Donimiz bilasizlar, shu donda bo'ladi. Samarqandda chiqadigan Rost 2 nomli doni. Buni 1 kunlik, 2 kunlik, 1 hafta, 10 kunlikgacha startda boqamiz. Shuning uchun jo'jalarimiz ideal. Ancha-muncha odamni 1 oylik deydigan jo'jasi bilan bir xil turib ko'ryapsizlar holatini. Kimga zarur bo'lsa tavsiya beraman. Andijon qora jo'jalar sotuvga e'lon qilindi. Akajon, sizni esimdan chiqarib qo'yganim yo'q, faqatgina nomeringizni topolmayapman. Meni to'g'ri tushuning. O'zimning nomerimga aloqaga chiqib qo'ring. Meni ko'rayotgan bo'lsangiz, aka, iltimos qilaman. Sababi ko'pchilik telefon qilgani uchun nomeringizni yo'qotib qo'ydim, o'g'li bolachiga. Eslay olmayapman, aka. 2 ta jo'ja olaman. Aka, iltimos, zaklab tashlab beraymi deganingizda, yo'q aka. Lavz beraman sizga deb qo'ygan joyim bor. Shuning uchun aytib o'tib ketyapman. Yana negativlar o'ylab yurmanglar. Bu jo'jasini sota olmayapti. Shuning uchun video davomida ham yalinib boshqa qilib ko'ryapti deb o'ylamanglar. O'zi akamiz o'zi biladi, o'zi uchun. Chunki shu gapni men o'zim aytganman tilim bilan.